Ya assalomu alaykum Gulnor opa. Va alaykum assalom Ahmedjon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Keling. Qanaqasiz? Rahmat. Yozda-yu mayli, qishni chillasida ham har kuni kelasiz-a. Keling. Ha, endi ayroningiz Ishlaringiz zo'rda. qanaqa? Qalaysan? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Nima gap, qalaysan? Yaxshi. Ha, bosh oroli yo'qmi kechagidan keyin? Nima deb o'ylaysan? Mastava ichamizmi? Yo'q, ayron ichamiz. Oling. Voy. Osh bo'lsin. Gulnor opa, xudo xolasa 3 qavatli ayronxona ochib beraman. Gulnora xonim ayronlari bo'ladi. Xudo xolasa. Ki. Xudo xolasa. Ha, xudo O'zingiz xolasa. qachon uylanasiz endi? To'y qilaylik, bunaqa yuravermang. Uylaning. Uylanmayman. Voy, gapingizni shamol uchirsin, unaqa demang. To'yingizga boraylik, Dubaydan olib kelgan abayalaringizni kiyib, chang bosib yotibdi. Ha, qo'yavering. Ular chang bosib yotgan bo'lsa, yengisini olib kelib beraman. Xudo xolasa. Nimadir yeysizlarmi? Yo'q, rahmat. Bosh oroli yo'qmi kechagidan keyin? Ha, yo'q, o'sha, bilasan-ku, har doimgidek. Bosh xum, hech narsa yoqmaydi. Ertalabdan ikkita narsa yoqadi. Sen bilan ayron. Nima yeymiz? Bu narsa yeymizmi? Ha, ikkita shashlik yeylik hech bo'lmasa. Et. Dilshod aka ikkita shashlik qo'yib bering aka bizaga. Mana qara, kechadan beri mana bu qiz yozib qo'ymayapti. Mana qara, seni tanishing yozib boribdi shekilli. Sakina-ku. Ha? Aloqa qilma bu bilan. Nimaga? Bo'yningga osilib oladi. Zarilmi senga? Bolasini boqib yurasanmi? Nima, yaxshi qizmasmi? Ya, Tog'ga chiqamizmi bugun kechga? nima bor tog'da? Kechagini davom ettirib dam olib kelamiz. Tog'ga bor. Tog'dan qaytib kel. Keyin undan ko'ra Toshkentda o'tiraylik. Biz toqqa ketib qolsak, havoga kim qaraydi? Shaharda o'tirib qo'ya qolamiz. Aylanib kelardik, nima qilasan? Baribir bekorchimiz u hozir. Ha, nimaga bekorchimiz? Sardor joy bor, o'sha yoqqa boramiz. Kelinch akamiz. Karaoke'si ham bor. Qachon boramiz? Hozir to'xta. Ayron ichaylik, birpas yotaylik tapchanda. Kechga boramiz. Joy aytib qo'yish kerakmi? Aytib qo'y, kabinasini aytib qo'y. Hozir.